ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah subhanahu wa ta'ala müşakkagan hammaylarni so'zlangan yaxshi so'zdan foydalanadigan va so'zlangan ilmga amal qiladigan yaxshi mu'minlardan qilsin. Qiyomat kuni mushak jug'lagandek jannatda hammamizni birga jug'lashga nasib qilsin. Mana belgilengen mavzu o'zimizdagi kemçillikni, xatolikni qanday tunuymiz degan mush mavzu belgilengen. Bu mavzumi yuqoridagi mavzuga munosabatlik. Yani biz hayatımızda odatda nurg'un tarafdan nurg'un millatni, nurg'un xalqni yaratmaymiz. Her xil ayblay olamiz. Her xil ularga diagnoz qo'ya olamiz. Lekin şu diagnozni qo'ygan vaqtda o'zimizning ahvoli nada, men nega ketyapman deganni unutmasligimiz kerak. Shuning uchun men bu mavzuda birinchi bo'lib bu mavzuning ahamiyati haqida qisqacha to'xtalaman. Hammamiz bilishga tegishlik ish nima desa, her bir odam eng boshda o'ziga mas'ul. Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda Ya eyyuhellezine amenu ittaqullaha vel tenfur nefsun ma qaddemet ligad. İman etken müminler. Her bir nefs, her bir şahs ete digini yani kıyamet günü. Kıyamet günü Allah subhanahu wa ta'ala'nın aldıda nimini takdim kılışı için qarson. Yaxşı ameller bilen berip, maminin yaxşı amelim dep onu takdim kılalamdı. Ya ki yaman emel bilen baramdı. Biz nurgun müminler, nurgun insanlar dünyalığımız, ailemiz, ballarımız için takdim kılışka nahit kuçayımız hayatımızda. Lekin kıyamet günü Allah'ın dergahı bağı vakitte nimini takdim kılamen dep yaxşı emelgi kuçaşıyor, yüzümüzün tüstüşki künel bölüşüyor, nahit tüven. Yani bir ayette Allah subhanahu wa ta'ala her bir adamның özünün mesuliyetinin ağırlığını bayan kılıp ve kulluhum atihi yevmel kıyameti farda. Bu insanların her biri kıyamet günü Allah'ın dergahına yalğız berip hesap verirdi. Yalğız hesap alırdı Allah subhanahu wa ta'ala bizden. Şunun için biz başkalarına qaraştın burun, başkalarının kemçilliğini izdeştin burun, başkalarının hatalığını izdeştim burun, men de nimi var, men qanchalik adam deb bunun için alahida dikkat qilishimiz kerak. Peygamber aleyhisselam bir hadis-i şerifte insanın tabiatininki özünün kemçilligini ko'maydiganligi, agar iman bunu başlap, iman tusab tuğmasa, iman haqiqatni ko'z tutmasa, yüzünün kemçilligini ko'may her davamço xalqning kemçilligini, xalqning xatoligini ko'rdiganligini bayon qilib, Abu Hurayra radhiyallohu anhudan qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yubsiru ahadukum al-qaza fi ayni akhihi wa la yubsiru al-jiz'a fi aynihi. Silning biringa bu hadisni İbn Hibban rivayet qilgan, bayon qilgan va shundaqli Şeyh Albani Sahih hadis degan kitobida bayon qilgan. Silning biringa o'zining qarindishining ko'ziga kirkatgan kichikkinam changtuzani ko'ra oladi. Va ko'zangi bir narsa kirkitibdi. Deb kichikkinam changtuzan qarindishining ko'zida bo'lsa uni ko'ra oladi, lekin o'zining ko'ziga kirkatgan yo'g'on tikan bo'lsa, yo'g'on xormining yağçı olsa bunu ko'maydi degan. Bu hadisdagi maqsad mazmun nima desa, inson o'zidan boshqa, o'zining qarindishi, o'zining do'sti
Buningcha kichikkinam xatoligi, kichikkinam kamchilligi bo'lsa, buni shunda ko'rdi. Uning alohida diqqat qildi. Lekin o'zidicha nurg'un kamchilliklar bo'lsa, nurg'un xatolik bo'lsa, buningga beparvolik bilan qaraydi. Buningga sal qaraydi. Demakchi, shu Umar radhiyallohu anhu hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzana alaykum. Sizlar o'zingizdan hisob elib turinglar. Qiyomat kuni Allohning dargohida hisob berishdan burun eng boshqa o'zingizdan hisob elib turinglar. Sizlar qilgan amallaringizni qiyomat kuni jingilnishdan burun mushu dunyoda jinglab taqinglar. Jing'isib taqinglar, men qanchalik yaxshi ish qildim deb. Qiyomat kuni bo'lgan vaqtda ziyoda qilib olmaydi. Mushu dunyoda diqqat qilishimiz kerak. Shu mushahda Abul Atahiya deb bir shoir o'tgan, aytdi, yaxshi she'rlarni yozgan, insonning o'z nafsini tuntish haqida, o'zini tunish haqida. Bu nima degan desa, ahsanallohu bina anna az-zunuba la tafuhu fa izal masturu minna bayna thawbayhi faduhu. Allah subhanahu va taala bizga yaxshilik qildi. Bizni so'ydi, yaxshi ko'rdi. Shu yaxshi ko'rganligi uchun insonning qilgan gunohlariga bir puroqni qilib qo'ymadi dedi. Siz puroq qilib qo'ymadi. Har qanday inson o'zining qilgan gunohlari, xatoliklarini puryanmaydi. Va shundaqni yenda o'ltagan odamni ma odam xato gunoh qilib turgan deb uni puryanmaydi. Allah gunohning purig'ini qilmadi, siz puroq qilmadi gunoh qilganda. Agar bizdiki mushu yushurun biz o'zimiz qilgan xatoliklar, ya'ni o'zimiz qilgan gunohlar darhol shundan ham kiyimni sas badan oshkor bo'lgandek oshkor bo'lsa, har bir odamning oldida hamma odamcho rasvo bo'ladi. Hamma odam rasvo bo'ladi. Mishad o'ltirib o'zimizni hisoblab boqaylik. Agar bizning o'zimiz biladigan, o'zimiz unutib qolgan xatoliklarimiz darhol oldimizda turgan do'stqandaklam yoki jaynimizdaklam oshkor bo'lsa, balkim nurg'illarimiz birsimizga qarashdan nomus qilishimiz mumkin. Ma masjidni tashlab ketib chiqib ketishimiz mumkin. Lekin Alloh subhanahu va taolo bizni yaxshi ko'rgan bo'lg'achqa bu qilgan gunohni, nurg'un gunohni o'zi biladi. Bizning, ya'ni uni bizni yaxshi ko'rganlikdan yo'shirib qo'ydi, oshkorlab etmadi. Demak, bu mavzu nihoyat muhim bir mavzu. Endi inson o'zidagi mush kamchillikni tuz tutish uchun nima qilish kerak? Qanday qilgan vaqtda o'zidagi xatolikni tuztalaydi desa, eng birinchi o'lab xatolikni tutish uchun har qanday bir mu'min alohida dindor, taqvodor bo'lgan insonning nafsidagi, psixologiyadagi ayblarni biladigan bir ustoz tutish kerak dedi. O'zini qat'iy, ya'ni cho'ng tutmay, har qanday inson o'zining kamchilligini tutish uchun ustoz tutish, ya'ni yaxshi olim bilan orlishish, yaxshi odamni alohida izlash. Xuddi Musa alayhissalom o'z payg'ambar turibchi, Xizr alayhissalomni ustoz tutgandek. Va shundaqlar sahobalarning hayotiga qarasak, bu payg'ambar alayhissalom nurg'un sahobalarning xatoliklarini Rasululloh ustozi bo'lib tuzib bergan. Bir namunalar yamanjiq, lekin vaqt nihoyat qisqa. Masalan, Abu Zar radhiyallohu anhu Ma'rur ibn Suvayd degan sahoba bir hadisni bayon qilib, men Abu Zar radhiyallohu anhu ni ko'rdim. Qarasam, o'zimi o'xshash chapan kiyibdi, o'zining xizmatchisiga o'xshash chapan kiydirib qo'yapti. O'xshash kiyimi. Shuning bilan hayron qilib, "Ya Abu Zar, hazab bu o'xshash kiyim kiyibsizlar ishkanlar" desam, bu kishi dediki, "Men Rasulullohning zamonida, Rasululloh hayot vaqtida bir sahoba bilan xapulashib qolgandim." Ya'ni Bilal radhiyallohu anhu bilan xapulashib qolgan. Xapulashib qilib, bu kishini ayyartahu bi ummih dedi. Ya'ni yabna savda, qar xutunning balasi deb ayıplagandim. Shu vaqtda payg'ambar alayhissalom, "Ya Abu Zar, innaka imru'un fika jahiliyya, ikhwanukum khawalakum."
Ebu Zer, sen üzəngdə cahiliyyətinin sübütüdün, yani İslam'dan ilgiriki insanları tepildiğen üzənginin çoğun bölüştüğün ibaret, muşundaq yaman sübet babir edemkense, bu sildin ki, hizmetçilerinle, kırındaşlarınla, havalekum degini sildin hizmetçilerinle bula, silahının işini kıpırdıqanla, yardım birdiqanla, sildin, hatta kul olsun mu o, sildin yardımcınla. Şunun için, nimedin hisanlı şunun higüzünla, nimi keysanla şunu keygüzünla, ulağa küçü yetmeydiğen iş küçü, ulağını buyurmanla, dep buyurgan. Mana muş hadisne, yani muş sözünü Resulullah'ın anlap, ustazı oğallık için, yüzü dikço, yüzün çoğun tutuştun ibaret. Bir kemçillik ne? Ebu Zer radıyallahu anhu tuzlu vağan dedi. Tuzlu vağan. Şunun için biz her kandığımızınki çokum yüzümüzün kemçilliğini, hatalığımızın tuztuduğun bir adımımız, ustazımız buluş gerek. Buluş gerek. İkinci, kemçillikini tuztuşka rastçıl dost tutuşumuz gerek. Hakiki rastçılca dost tutuş gerek. Hakiki dost, insanın dünya ve ahiretlik menfaatini oylaydı. Lekin menfaatperest dostçu, dünyalık menfaatini oylaydı, kıyametlik menfaat bilenço kâr olmaydı. Kâr olmaydı. Şunun için Ebu Hureyre radıyallahu anhu bayan kıygan hadiste el mer'u ala dini halili felyanzur ahadukum men yuhaliluh. Her kandak bir insan yüzünün kerindişinin ahlakı kandak bolsa şundak boludu. Yani kerindişinin ahlakı bunun tesiri yetküzüdü. Şunun için sila kandak adam bilen dost bulursa, kandak adam bilen dost bulmayısla, muşunun uçu Allah'a dikkat kılınla. Allah'a karanla, dep Peygamber aleyhisselam ço bayan kıygan. Bu hadis ne? İmam Tirmizi ve Ebu Davud ve onun başka sunan kitapları ço bayan kıygan. Yaxşı dost, insan üçün pulluğun setvağını bulduğun nasi emas. Allah Kur'an-ı Kerim'de el-ahillâ'u yevme izin ba'duhum li ba'dun aduv illel muttaqin. Nurgun dünyadaki menfaatinde dostlaşqallah. Birisi birisi bilen ağini boğallah. Hemmisi birisi düşman. Kıyamet günü. Hemmisi birisinin kaçıdı. Lekin muttaqiler ço Allah'tan korkğanlar. Allah'ın kitabını yüzünün hayat meş'ili kılıp mangallar ço. Bula kıyamet günü mü? Birisi ço izdişido. Birisinden kaçmaydı. Şunun için Ebu Davud Ta'i'de bir tabi'i alim ötken, bu kişi nurgun adamlarla başta aralışıp hiç kişimine ağinlerini taşıyıp da taşıyıp etkenden keyin nimi dep bu ağinlerin olan aralashmaysiz adam bilan aralashmash bo'lib ketdim go desa, o digenlerge cevap berip, men mening kemçilligimni ko'rsatib qo'ymaydigan, mening xatoligimni deb bermaydigan, her daim buni ba yo'q ish bilan maqtab yuradigan, bunda foydasi yetmaydigan do'stlar bilan aralashib nim foydalanaman deb javob bergan dedi. Şunun için Ömer radıyallahu anhu rahimallahu imra'an ahda ileyye uyubi. Allah subhanahu ve taala bana kemçilligimni ko'rsatib qo'ygan. Sen de manda hatalık baken digen adamga Allah rahim qilsin deb duo qilgan. Biz hayatımızda en yaman ko'rildigan, biz düşman tutup kaldıgan adamlar nurgun insanlarga nisbeten sildi manda kemçillik baken tuztuvaslar digen adam acayip eski adamım bu. Halan munda deydi ya, yüzü kançilekte, yüzü manda iş tutsa, manda yüzün tuzet deydi ya tehe, dep o bir düşmenge aylanıp qarudu. Eğer her kandık adam ba iş bilen, yok iş bilen maqtab berse, vay ağır sılının digen gitmanlar, qiygan işinler acayip doğru, dep berse şu, bu nait yaxşı adam. Bu nait obdan adam. Lekin emniyetli şu, asli hakiki insanın ki yüzünün karindişinin cennet girişini Allah'ın rahmetiga erişini isteyen dostçu çukum kemçilligin dep beriş gerek anlayan adam ço rahmet Allah razı olsun deyişini ügünüş gerek.
Şu Ömer radıyallahu anhu Salman'ın Farisi'den her daim mening qandoq kemçilligim bor deb so'raydi deydi hadisda. Qandoq kemçilligim bor de? Sen men to'g'riliq anlagan bir yomon gap bo'lsa men deb bergin. Desa anlagan gapin deb annaka jama'ta idamayni fi ma'idatin wahida. Ve leke hulletun bil-leyl ve hulletun bin-nahar. Men anlagan gap sen dostqanda ikki xil tomoqni ekilib bijdo deyapsan. Kechida va kunduzda kiydigan kiyimi bor ekan. Mushna gap oldim, ya'ni haq seninki xalifa turib, bunda xalifani odat fuqarolar, masalan, manda tuvan qiyinchilik turmushda yashayotsa, ikki xil tomoq yedi yoki kechida kunduzda almashtirib kiydigan kiyimi bor ekan dedi deb mush bizning hayotimizda bu nima endi bu? Hech qanday kamchilik emas. Hozir mushahada o'ltaga hammadamning kiyim durabini olsa, az deganda 15-20 xil kiyim chiqadi. Mushinchilik masalani-cho Umar radhiyallohu anhu ashin desa, ha men anladim. Deb, voy bu nima ishkan bu, qancha xatolik ekan bu demagan. Hatto Umar jannat bilan bishorat berilgan sahoba. Ashundaq turib har doim Huzayfa al-Yamaniydan-cho, voy men munofiqlarning ishida bormi yo'qmi? Bu Huzayfa Payg'ambar alayhisolamning mahbitini bildigan sahoba. Munofiqning hammasini bilib ismi bilan. Ashunda bildigan kishidan o'zi jannat bilan bishorat berilgan shundaq katta sahoba turib, men munofiqning ishida bormi yo'qmi deb mushundaq so'raydi deydi. Shuning uchun biz haqiqiy birsimizga kuyinishimiz, qiyomatlik uchun do'stimizningki Allohning rahmatiga erishish uchun-cho xatolik bo'lsa uni deb berishimiz va shundaqla anlagan odamni-cho Alloh rozi bo'lsin deb qabul qilishni-cho o'rganishimiz kerak. Payg'ambar alayhisalom yana bir hadisda al-mu'minu mir'atul mu'min. Mu'min degan mu'minning ayniki. Şu hadisning oxirisida in ra'a fihi ayban qawwamahu. Agar bu mu'min o'zining qarindishida bir kamchilikni ko'rsa, buni tuzlaydi buni. Tuzitishga yordam berdi degan. Mana bu ikkinchi yo'l. Uchinchi yo'l nimadan iborat desa, kamchilikni biz o'zimiz adovatlashib qolgan, dushmanlashib qolgan odamlarning eg'izdan chiqqan gap bilan tuzitish. Chunki bundaq odamlar vaqtda bizdagi xatolikni ko'rdi. To'g'ri ishimizni ko'rmaydi. Shuning uchun arablarda bir salaflarning bir she'ri bor. Va aynur rido an kulli aybin kalilatun va aynus suxti tubdi al-masawiya. Bir insondan rozi bo'lsa, har doim uning yaxshi ishini ko'rdi. To'g'ri ishini ko'rdi, xatoligini ko'rmaydi. Agar yomon ko'rib qolsa desa, har doim xatoligini ko'rdi. Yomon ishni ko'rdi degan. Shunga biz dushmanlarimizdan ya adovat va odamdan faloni manda xatoligi va manda kamchilligi va desa, u vaqtcho shuqum biz voy u yolg'onchi u, menga hasad qiladi ya mening dushmanim demasdan, agar ash xatolik bizni bulab qolsa, buni tuzitishimiz kerak. Üçüncüsü, biz kishilar bilan orilish orqali, jamiyat kishilar bilan orilish orqali, jamiyatda kishilar orasida qanday ishni xalqning o'zi ma yomon ish desa, ma nachar axloq desa, menda ma ish bakenjumo debcho kishilarning orasidagi yomon ishni qilmaslik orqali o'zimizdagi xatolikni tuzitish. Şun Peygamber aleyhisselam el-mu'min allazi yukhalitun nasa ve yasbiru ala azahum hayrun minel mu'min allazi la yukhalitun nasa ve la yasbiru ala azahum. Kishilar bilan aralashib, ularningki ba'zi aziyatlariga sabr qilgan odam boshqalar bilan aralashmay, hech nimani ko'rmay uyda o'ltirgan mu'mindan ko'p bundaq mu'min yaxshi degan. Shuning uchun kishilarning ishida qanday ish yomon ish deb qaralsa, ayib deb qaralsa, bu menda bormi yo'qmi deyish orqali o'zimizni tuzitib olish. To'rtinchisi yoki beshinchisi, hammamiz rostchilik bilan uyimizda o'ltirib, o'zimizning qanday kamchilligi va mushuncha bekitish, tepish, yezish. Biz qo'limiz qalamni elab,
Mende zat qandaq kemçilik var? Yalğançılık varmı? Namazını vaqtida okumaslık varmı? Başqalar bilan muamele qilgan qo'pollik varmı? Deb yüzümüzde qandaq kemçilik olsa, bunu bir evvel belgilash. Ma doktorlarning bir gapi var. Kasalni tepishning o'zi, kasalni belgilashning o'zi davolashning yermi deydi. Shuning uchun biz o'zimizni diqqat qilmasak, parvozsizlik bilan qarasak-ku, o'zimiz xuddi sutdek oq ko'rinishimiz mumkin. Lekin o'ltirib, rostchilik bilan o'ylansak, yozsak, nurg'un kamchilikni bekitalaymiz. Kamchilikni bekitalagandan keyin, xatolikni tuniy olgandan keyin-ku, ondan buni tuzitish, bu xatolikdan qutulishga harakat qilish, tirishchanlik qilish ondan oson bo'ladi. Shuning uchun bu mavzuning muhimligi ondan bu kamchilikni tuzitishda birinchi bo'lib ustozga, muallimga ehtiyojli ekanligimiz. Ikkinchi bo'lib yaxshi do'st tutish, qiyomatlik. Yaxshi do'st tutishning muhimligi. Üçüncü bo'lib o'zimizning dushmanlari ya adovatlashib qolgan odamlarning tili orqali o'zimizning kamchiligini tuzitish. To'rtinchi bo'lib jamiyatda kishilar bilan aralishish orqali kishilar orasida yomon ko'rilgan, yomon kamchilik, ayb, xatolik degan ishlarni qilmaslik orqali bizni tepilib qolsa tuzitish. Beshinchi bo'lib o'zimizning kamchiligini yezish orqali, evvel belgilash orqali menda manda kamchilik bor ekan, buningdan men qanday qilsam qutulaman degan yo'lga kirish uchun xatoligimizni tepib chiqish, mana bu bizningki o'zimizdagi kamchilikni, xatolikni tuzishninki yo'llari. Alloh subhanahu va taolo hammalardan rozi bo'lsin. Hammalarni anglangan so'zga amal qildigan müminlardan qilsin. Subhanakallahumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illalloh nastag'firuka va natubu ilayk.